Bugun bizni hammaga mashhur, hammaga yoqadigan o'sha joyga bordik. Alisaga ishonib yo'lda adashib qoldik, lekin shunaqa kichik sarguzashtlar hayotni qiziqarli qiladi. Dugonam Alisaga jahl qilmay, shu ashulaga mazza qilib o'ynab ketdik. Yo'l yursaga mo'l yurib, yo'lda eshakni ko'rib qoldik. Eshagi qatga ketayotsan deb so'rasak, salla dam olganda men ham dam ololmaymanmi deb javob berdi. Va oxiri biz o'sha joyni topdik degan joyga biz ham topdik. O'zimizcha joylashib o'tiryapmiz, yopiq joyga kiryapmiz. Sharmanda bo'lmaslik uchun sekin qochib qoldik. Sharmanda bo'lib chiqqanimizdan keyin bitta qarasam, issiqqina so'qoq somsa turgan ekan. Bittani yedim deb o'zimga kelib olib, yo'limda davom etdim. Qarasam, yo'lda panda turgan ekan. "Kel Salim, sendan ham rasmga tushib olay" deb bitta selfie qilib oldim. Rasmga tushish uchun amallab tepalikka chiqib oldik, lekin afsuslanmang. C'est l'histoire d'un petit pêcheur qui pêchait que le matin parce que pour lui le bonheur c'était d'être avec les... Biz oxiri manzilga yetib keldik. So'qoq somsa, so'qoq shashlik va 5 barmoq zakaz qildik. Lekin bizga eng yoqqani so'qoq piyozli noni bo'ldi. Ish deb dam olish ham esdan chiqib ketgan ekan. Sizlargacha so'qoq somsa yoqadimi?